This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqanlar Amerikanın paytaxtı Washingtondan taqdirladigan Erkin Asya Radyosu'nun Uyghur çağlatışı. Bugün 11 dekabr çarşamba. Bugünkü anlatışımızın riyasətçiligində mən İrada sizlər üçün xidmətdə. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə qısqa xəbərlər anlaysınızlar. Bugünkü qısqa xəbərlərimizni öz müxbirimiz Uyğur tayarlagan. Amerikanın Xitayda turuşluq baş elçisi Nicholas Burns 12 ayının 10 günü Dünya Kişilik Hüquq Günü münasibəti bilan bayonot e'lon qilib, Xitayning Uyğur, Tibet və Hong Kongliklarga qarşı davamlaşdırıb atqan kişilik hüquq dəbsəndəçiliklərini toxtatışqa chaqirgan. Şundaqla ta hazırgacha turmada yetib atqan doktor Gulshan Abbas, karxanachi Akbar Asad və tədqiqatçı Rayla Davud qatarlıqlarını qoyub berishni talab qilgan. 10 dekabr günü BDT Dünya Kişilik Hüquq Kitabnamesi e'lon qilinganligining 76-yılı münasibəti bilan Amerikaning Beijingda turishliq elchixonasining to'rida e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan. Biz Xitoy Cumhuriyatini Xinjiang, Tibet va Hong Kongda berayotgan kishilik huquq dəbsəndəçiliklərini toxtatışqa chaqiramiz. Xitoy Cumhuriyatining insoniy erkinliklərini cheklashiga ham davlat xalqigan bostirishga bo'lgan cho'nqur andishimizni qayta ta'kidlaymiz. Kishilik huquq va insoniy izzat hurmatni qo'g'daganligi, o'z e'tiqodini ifodalaganligi, din va madaniyat faoliyatlariga qatnashganligi uchun jazolangan Gulshan Abbas, Akbar Asad va Rayla Davud qatorliqlarining darhol va shartsiz qo'yib berilishi talab qilamiz. Bayonot yana Xitoy Cumhuriyatini o'zining kishilik huquq amaliyotini ko'zdan kechirishga, xalqaro kishilik huquq majburiyatiga amal qilib, o'z xalqiga bergan va'dalarini ado qilishga chaqirdiganligi ta'kidlangan. Olam bo'shliqi xabarlari to'rining 10 dekabrdagi xabarga asoslanganda, Amerika bilan Yaponiya Xitoy taqobil turish uchun texnik kuchli olam bo'shliqi ittifoqi qurgan. Amerika Olam Boshliqi armiyasi Xitoyning olam boshliqidagi kunsiri kuchayotgan hukmronligiga taqobil turish uchun Yaponiya bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytgan. Bu hamkorlik olam boshliqi jismlarini nazorat qilishdagi o'rtaq iqtidorni ilgari surishni o'z ichiga oldi ekan. 12 oyning 10 kuni olam boshliqi kuchi yig'inida so'z qilgan Amerika olam boshliqi armiyasi Hind Tinch okean qismining qo'mondoni general Anthony Mastaler Yaponiyaning Yokosuka havo armiyasi bazasida yaqinda qurilgan Amerika-Yaponiya birlashma qo'mondonlik shtabini ikki taraf munosabatining yangi bosqichga kirganligining ifodasi deb ko'rsatgan. U yana Hind Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlarning birlikda tinchlik va muqimlikni qo'g'dashning strategik ahamiyatini ta'kidlagan. General Anthony Mastaler mundaq degan: "Bizning ittifoqdoshlarimiz bexatar va qulaylik harakat qilg'ili bo'lgan havo bo'shliqning kollektiv mudofaa, iqtisodning eshishi va texnikada yangilik yaratishda intayin muhimligini tunib ketdi." Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Amerikadagi rasmiy ziyorat mazgilida so'zlagan nutqida Xitoyni Amerika va Yaponiya uchun eng yadrolik tahdid deb ko'rsatgan. Shundaqla bu xavfga taqobil turish uchun 7 davlat boshliqlaridek o'xshash ko'zqarashdagi davlatlararo hamkorlikni kuchaytirishning zarurligini ta'kidlagan edi. Navbatda Amerika Yaponiyaning kuchlik olam bo'shliqi ittifoqini qurishi Xitoyning dushmanlik faoliyatlariga qarshi texnik strategiyaning xalqiliq omili deb qaralmoqda. Reuters agentligining 12 ayning 11 kundagi xabariga asoslanganda, Amerikaning tamojna bejini o'riltishdan ansirgan Xitoy hukumati Xitoy pulining kursini tushirishni muzokara qilgan. Bu orqali Xitoy hukumati eksportni ko'paytirib, Trumpning ikkinchi qatimliq prezidentlik mazgilida o'tirg'a chiqish ehtimoli bo'lgan savdo xavfini azaytishni maqsad qilgan. Donald Trump oldingi navbatlik prezidentlik mazgilida Xitoyga qarshi savdo urushining piltisini yiqib, Xitoyning eksport mahsulotlariga necha 100 milliard dollarlik tamojna beji qo'ygan. Shundaqla Xitoyning eng chong uchur aloqa texnika shirkati bo'lgan Huawei'ni cheklash harakati boshlatgan edi. Trump ikkinchi qatim prezidentlik vazifasiga o'tirishdan burun Xitoy mollaridan kam deganda 60% tamojna beji elishga va'da qilib kelmoqda.
Reuters agentligining iqtisodshunoslar orasida appagan ray sinash natijasida ko'rsatilishicha, Amerika kelar yilining 5-ida Xitoydan import qilinadigan mallarga 40% ga yaqin tamojna beji elishi, buning natijasida dunyoda ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda hisoblangan Xitoy iqtisodining o'sishi 1% tuvanlishi mumkin ekan. Xitoy hukumati yaqında Xitoy iqtisodiy va Donald Trumpning yangi savdo urushini o'tirg'a chiqarish ehtimoliga qarata yangi qaror ma'qullagan. Xitoydagi yerlik hukumatlarning g'oyat zo'r qarzni to'lashiga yordam berish uchun 1 trillion 400 milliard dollarlik iqtisodni rag'batlantirish programmasini jakarlagan edi. Halbuki doktor Underscore qatarlıq analizchilar Xitoyda bir yurish iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun mablag' selishni o'stirish emas, aksicha bozor va iqtisodiy qurilma islohoti olib berish kerakligini ilgari surmoqda. Xalqaro tashuvchi muxbirlar birlashmasi 12 oyning 10 kuni Uyg'urlarni bostirishda rol o'ynagan Xitoy shirkatlari yasagan qurol-yarog'larning Amerika va boshqa davlatlarga eqib kirayotganligini oshkorlagan. Xalqaro tashuvchi muxbirlar birlashmasi Xitoy qurol shirkatlarining jumladan Şinjan saqchilariga avtomatik miltiq ta'minlagan, yana Uyg'urlarni bostirishda rol o'ynagan Xitoy shirkatlarining Amerika, Yevropa va Hindistondagi qurol setish shirkatlariga qurol-yarog' sotganligini ilgari surgan. Mazkur shirkatlardan Chongqing Jiangxi sanoati, Teksasga joylashgan Shisiku Amerika shirkati va boshqa Amerika qurol sotquchilarga necha yuz miltiq sotgan. Bu shirkat yana qurol-yaroqni tantarbiya buyumlari sifatida Germaniyaning Hamburg shahriga joylashgan ovchilik uskunalari shirkati Xanis Reychga yo'llagan. Xalqaro tashuvchi muxbirlar birlashmasi tomonidan tekshirilgan korxona arxivi va boshqa usullarda ko'rsatilishicha, Jiangxi sanoatining Xitoyning janubiy sanoat guruhi bilan munosabati borligi isbotlangan. Bu shirkat Xitoyning bir qancha harbiy shirkatlaridan biri bo'lib, Uyg'urlarni bostirish yoki ig'ir kishilik huquq dafsanchiligida turtkilik rol o'ynaganligi sababidan iqtisodiy jazoga uchragan ekan. Hörmətli radio dinləyicilər, Erkin Asiya Radiosu Uyğurca bölümünün çarşamba günlük anlatışı davam qılmaqda. Töndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Bu anlatışımızda öz və ixtiyari müxbirlərimiz tayarlagan mühim uçurlar diqqətinizdə болады. Hörmətli radio dinləyicilər, töndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmizin to'liq məzmunlarında bolsun. Altıncı növbətlik Dünya Kişilik Hüquq Günüdə Amerikanın Xitoydakı baş elçisi Nicholas Burns videoluq bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq vaziyatini ayiblagan. U so'zida Xitoy turmusida begunoh yetayotgan Ilhom To'xti, Gulshan Abbas, Rayla Davud, Akbar Asadning ismlarini tilga olib, Xitoy hukumatining kishilik huquq majburiyatini ado qilishni talab qilgan. Uning bu so'zlari Uyg'ur faoliyatchilarining qarshilashiga erishdi. Tönde bu vaqtdagi tafsilotlarni muxbirimiz Mehribondan anglaysizlar. Bu yil 10 dekabr kundagi Dünya Kişilik Hüquq Günüdə Amerikanın Xitoydagi baş elçisi Nicholas Burns bayonot e'lon qilib, Amerikanın xalqaro jamiyat bilan birlikdə xalqaro kishilik huquq kitobnomasining 76 yilligini tabriklaydiganligini bildirgan. Today, the United States joins the international community in celebrating the 76th anniversary. U so'zida xalqaro kishilik huquq kitobnomasining maqsadi haqida to'xtalib, qo'rqinch va muhtojlikdan xoli bo'lgan, fikr erkinligi va e'tiqod erkinligidan bahramand bo'lgan bir dunyo barpo qilishning odatdagi xalqning eng yuksak orzusi ekanligini bildirgan. Nicholas Burns Xitoy hukumatining o'zining kishilik huquqini qo'g'dash majburiyatini ado qilishning o'rniga kishilik huquqni dafsanda qilayotganligini ayblab mundaq degan. As we reflect on the meaning of this day, the United States reiterates its deep concern with the People's Republic of China's failure to live up to its international commitments to protect human rights and fundamental freedoms. Kishilik huquq xotir kunning ahamiyatiga kelsak, biz kishilik huquq kitobnomasida belgilangan asosiy huquq va erkinliklarni qo'g'dash to'g'risidagi xalqaro majburiyatlarga Xitoyning amal qilmayotganligidan cho'nqur andish qilayotganligimizni bildiramiz. Biz Xitoyni Xinjiang, Tibet va yaqinda Hong Kong demokratiyasining qahramonlaridan
Jimmy Lai qatarlıqlarni o'rinsiz sotlashdek xorlashlarni to'xtatishga chaqiramiz. Kishilik huquq umumiy xitobnomasida aniq qilib, barliq insonlarning tug'ilishdan bor bo'lgan izzat hurmati, barobarligi va mangulik huquqlarini e'tirof qilish dunyodagi erkinlik, adolat va tinchlikning asosidir deyilgan. Biz Xitoy Jumhuriyatini o'zining kishilik huquq amaliyotini qayta tekshirishga, xalqaro kishilik huquq majburiyatlariga va o'z xalqiga bergan va'dalarga amal qilishga yana bir qatim chaqiramiz. Nicholas Burns bayonotning oxirida Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatib, begunoh tutqun qilinganlarni qo'yib berishga chaqirib, yana mundaq degan. Or simply expressing their beliefs or participating in their religious and cultural practices. We continue to call for the immediate and unconditional release of Gulshan Abbas, Ekbar Assad, Rahila Dawood, Ding Jiaxi, Jimmy Lai, Ilham Tohti, and Biz all Xitoy those Cumhuriyetining eng aqlli erkinliklarni cheklab, davlat talqigan bostirishni yo'l qo'yganligidan andish qilmoqdamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquq va insonlik qadr-qimmatini qo'g'daganligi, o'z e'tiqodini ifodalaganligi yoki din, madaniyat faoliyatlariga qatnashganlik uchun jazolangan Xitoy fuqarolarining yanida turdi. Biz Gulshan Abbas, Ekbar Asad, Rahila Davud, Ding Jiaxi, Goshirab Gyatso, Jimmy Lai, Ilham Tohti va Xitoy tarafidan nohaq tutqun qilingan barliq kishilarni darhol va shartsiz qo'yib berishni talab qilamiz. Amerika bosh elchisi Nicholas Burnsning Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchiligini qattiq ayblab, Ilham Tohti, Gulshan Abbas, Rahila Davud va Ekbar Asadga o'xshash begunoh tutqun qilingan Uyg'ur ziyolilarining ismini birma-bir tilga elib, ularga o'xshash azob chekayotgan begunoh kishilarni qo'yib berishga chaqirishi, tutqunlik qarindoshlari va nahaq tutqun qilingan Uyg'urlarga erkinlik talab qilayotgan Uyg'ur faoliyatchilarining qo'llashi va qarshi elishiga erishdi. Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining ijroiya raisi Roshan Abbas xonim radiomizga el-xat orqali javob berib, mundaq deydi. Amerikaning Xitoydagi bosh elchisining Dunyo kishilik huquq xatiri kunidagi videoliq so'zida Xitoy hukumatining Hadam Gulshan Abbas, professor Ilham Tohti, Rahila Davud va Ekbar Asadlarni shartsiz qo'yib berishni talab qilganligi Amerika hukumatining begunoh Uyg'ur tutqunlarini hargiz unutib qolmaydiganligini ifodalaydi. Hadam Gulshandak Uyg'ur siyosiy mahbuslarining ismi atalib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining yana bir qatim kun tartibga kelishiga turtki bo'lganligidan mamnun bo'ldim. Hammamiz ko'rib turayotganimizdek, garchi Amerikada Xitoyga qarshi jazo tadbirlari davomli yo'lga qo'yilib kelayotgan bo'lsa-mu, har fursatda Uyg'urlar masalasiga qarta diqqat qo'zg'ash intayin muhim. Gulshan Hadam, Ilham Tohti, Rahila Davud va Ekbar Asadlarning ismlari orqali irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlar masalasining dunyoning samiga qaytadan selinishi intayin muhim ahamiyatga ega. Baş elçi Nicholas Burun tilga olgan tutqunlardan 2018 yılı 1 ayda tutqun qilingandan keyin muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan professor Rahila Davudning Amerikadagi qizi Aqida Po'lat va 2014 yılı 15 yanvar tutqun qilinib, shu yili 9 ayda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Ilham Tohtining qizi Javhar Ilhammu ziyoratimizni qabul qilib, Nicholas Burnsning so'zlarini qarshi olganligini bildirdi. Apsi Rahila Davudning tutqun qilinib 7 yildan buyon Xitoy turmusida nahaq yetayotganligini bildirgan Aqida Po'lat, Amerikaning Xitoydagi bosh elchisi Nicholas Burnsning xalqaro kishilik huquq kundagi bayonotida apsi Rahila Davudga o'xshash tutqundagi Uyg'urlarga erkinlik talab qilganligiga tashakkur etdi. Ben ambassadorning opamni tilga olganini anglab bek hoş buldum. Bek minnatdor his qildim. Opamni Xitoy hukumati begunoh tutib olgani 7 yil bo'ldi. Men shu dunyodagi har qaysi joylardagi kishilik huquq organlarining hamma hukumatlarining shu opamdek begunoh tutib olgan hamma Uyg'urlar ayet gap qilishni umid qilaman. Ham shu Xitoy hukumatining opamni darhol qo'yishni talab qilaman. Opam Rahila Davudni darhol qo'yishni talab qilaman. Ilham Tohtining Amerikadagi qizi Javhar navbatda aktiv Uyg'ur faoliyatchisiga aylangan bo'lib, Javhar Amerika bosh elchisining Dunyo kishilik huquq kunida bergan bayonotidan so'yinganligini bildirish bilan birga, faqat kishilik huquq xotiri kundili emas, balki har qanday bir kunda, har qanday vaqtda kishilik huquq masalasining ta'kidlanishi va Xitoyga o'xshash mustabid hukumatlar tarafidan nahaq tutqun qilinganlar uchun erkinlik talab qilishning dunyoviy iqimga aylanish kerakligini ta'kidladi.
Cumhur hükümetinin iddiasında kişilik hukuku degan narsa yok. Hürmetliş katı yok. Şoňaşka muşunda taraf kaç günde çıkan bolsa Cumhur hükümetiga menimçe oxşaş täsir boldu. Şoňaşka aramam human rights saytlaryna her günde, her ayda, her yılda muşu Amerika hükümeti bulamdı, Avrupa bulamdı, muşu tam tırşıp biz muşu erkinlikni günahsız adamlara haksız qamalgan kişilerni erkinlikga akilishni şunu ümit kılıma. Muşu bir gün qamalgan Uygurlarni erkinlikni şunu ümit kılıma. Lekin aramlam human rights day bulamdı, bir bayram bulam, palet bulamdı dep bulam muşu kişilerin hukuku gapni aldığımızın koymak. Şimdi erkinlik bize, erkinlik hayatımızda erkinlik bulaklaşla boğandikin aşırı kaçan boşa anda maksud palet bulamdı, maksud bir bayram bulamdı demeyi biz erkin tırışsak bulatdı. Programını Mihriban tayarladı. Germaniya Friedrich Naumann Erkinlik fondining qo'llashi bilan O'rta Osiyoning ko'rsatkichi tadqiqot markazi yaqinda O'rta Osiyoning Xitoyga bo'lgan jamoat fikri haqida doklad e'lon qilgan. Dokladda O'rta Osiyoning Xitoyga bo'lgan jamoat fikrining umuman salbiy ekanligi ilgari surilgan. Bu dokladni hazırlashga qatnashgan tadqiqotchilardan Angliyaning Kent Universiteti siyosat va xalqaro munosabatlar fakultetining tadqiqotchisi Dr. Frank Marakio muxbirimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan. Tönda diqqətinizlər muxbirimiz Uyğarның bu vaqtda tayarlagan söhbət proqrammasında bo'lg'ay. Mustaqil va tijoratsiz tadqiqot markazlaridan O'rta Osiyo ko'rsatkichining yangi dokladida Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga tutgan muomalasi va bostirishi O'rta Osiyoda Xitoyga qarata salbiy jamoat fikri shakllantirgan eng asosli omil ekanligi o'tirib qo'yilgan. Germaniyaning Friedrich Naumann Erkinlik fondining qo'llashi bilan O'rta Osiyo ko'rsatkichi tadqiqot markazi O'rta Osiyoda, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda 2017-yildan 2024-yilgacha bo'lgan tekshirish, tadqiq va ra'y sinash natijasi asosida O'rta Osiyoning Xitoy va bu rayondagi Xitoy ta'siriga bo'lgan jamoat fikri nomli maxsus doklad e'lon qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, tadqiqotchilar yerlik kishilarning Xitoy tutgan pozitsiyasi va tunish haqida keng sonliq ma'lumotlarni to'plagan. Natijada Xitoyning O'rta Osiyoga solgan mablag'i, O'rta Osiyodagi ul asla turlari, madaniyat va diniy omillar, bo'libmi Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandchiligi, jumladan Uyg'ur elidagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga bo'lgan andishisi kishilarning Xitoy haqidagi salbiy jamoat fikrini shakllantirishga ta'sir ko'rsatgan. Biz O'rta Osiyo ko'rsatkichi e'lon qilgan bu doklad haqida tafsili va cho'nqur tushunchaga ega bo'lish uchun bu dokladni hozirlash qatnashgan tadqiqotchilardan Angliyaning Kent Universiteti siyosat va xalqaro munosabatlar fakultetining tadqiqotchisi Dr. Frank Marakiyoni bilan suhbatlashdik. Diqqatinglar suhbatimizning tafsilotida bo'lsin. Dokladda O'zbekistonda ziyorat qilingan kishilarning Xitoy haqidagi jamoat fikriga Xitoyning O'zbekistonga solgan mablag'i zo'r ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni kishilar Xitoyning O'zbekistonga solgan mablag'ining qarz tuzuqi ekanligini tunib yetgan. Hamda Xitoyga bo'lgan tunishi va jamoat fikri o'zgargan deyilibdi. Sizce bu ahvol boshqa O'rta Osiyo davlatlarida bormi? Bu to'g'ri qisqacha tushuncha bersangiz. So basically one of the most common discussions when reading research on international development and the role of China, so both regarding aid and investment, is qarz to'siqi xalqaro taraqqiyot va Xitoyning rol to'g'risida yig'in va tadqiqotlarda eng ko'p uchraydigan mulohazalarning biri. Yordam va mablag' solish masalasida Xitoy yer sharining janubiy va yer sharining sharqidagi, ya'ni taraqqiy qilayotgan va taraqqiy qilmagan rayonlardagi qarz olishga moyil davlatlarga nurg'un qarz berdi. Taraqqiy qilayotgan va taraqqiy qilmagan davlatlarga berilgan bu qarzlar burunqi an'anaviy yoni qo'g'uchilar va an'anaviy taraqqiyotni qo'llovchilarning yordami bilan o'xshamaydi. Ya'ni Xitoy bu yordamlarni bekorga bermadi. Bu davlatlarga berilgan qarzlarning osh davlatlarning pul muomala muqimligiga ko'rsatgan ta'sir to'g'risida ilmiy soha va axborot sohalarida ko'p mulohaza va muzokaralar bo'ldi. Bu mulohazalar va tadqiqotlar aslida Afrikaga markazlashgan edi. Lekin keyingi vaqtlarda O'rta Osiyo bu muzokara va mulohazalarning asosiy temasi bo'ldi. Ya'ni bu davlatlar kishilarning diqqatini qo'zg'ashga boshladi. Chunki O'rta Osiyodagi ikki davlatning chet eldan olgan qarzining ko'p qismi Xitoyga tava edi. Ya'ni eng ko'p qarzni Xitoydan olgan edi. Bu soatdagi muzokara va tadqiqotlar Xitoyning eksport va import bankasining
O'rta Osiyodagi faoliyatlarga markazlashdi. Bu tema to'g'risida nurg'un mulohazalar bo'ldi. Bu vaqtda mulohaza yana davom qiladi. Qandaqli bo'lmasin, biz Xitoyga bo'lgan qarz nisbatining tezdan oshayotganligini ko'rdik. Ammo biz O'rta Osiyodagi jamoat fikri qaraydigan bo'lsak, O'rta Osiyoda erkinlik haqidagi fikrning va talabning kuchayganligini, O'rta Osiyoliklarning ba'zi davlatlarga, bo'libmi Xitoyga bo'lgan andisning mavjudligini ko'ramiz. Shunga bu nihoyat muhim. Chunki O'rta Osiyoning Xitoy haqidagi jamoat fikrini o'tirib qo'yganda faqat amaliy sonliq ma'lumot yoki amaliy paketlar bilan cheklanib qolmasdan, taratqularda va siyosiy mulohazalarda ko'p uchraydigan mazmunlarning ta'sirga uchraydiganligini nazarda tutishimiz kerak. Public opinion is not only influenced by factual data or actual that, but also by the narratives that become more common in media and in political discussions. Dokladda milliy kimlik masalasi Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonning har qaysi joylarida Xitoy bo'lgan tunishini va jamoat fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynagan deyilibdi. Bu to'g'ri qisqacha tushuncha bersangiz. It does, and I guess I will focus particularly on Kazakhstan because I think this is the most interesting case study on this aspect, inhabited by Russians. Now, we found that people that... Bu savolingizga men Qozog'istonni markaz qilib javob beray. Qozog'istonda xali ko'p rus nüfusi joylashgan bo'lib, buningga yaxshi misol bo'la oladi. Biz ziyorat qilgan ko'p sonli qozoqlarning ruslarga qaraganda Xitoyga bakrak salbiy qarash ekanligini bayqadik. Bu hayron qolarlik ish emas. Biz O'rta Osiyoning Xitoy haqidagi jamoat fikriga qaraganda buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Rossiyaning Xitoy haqidagi jamoat fikri ko'p tadqiq qilindi. Bu tadqiqotlarda Xitoy haqidagi jamoat fikrining borgan sari ijobiy bo'layotganligini ko'rgil bo'ldi. Dokladda biz Gallup tadqiqotini tilga oldik. Bu asosli jamoat fikrini tekshirish dokladlaridan biri. Yer shari jamoat fikrini tekshirish. Ya'ni bu bir umumyuzlik tekshirish dokladi. Bu doklad faqat O'rta Osiyo yoki Tinch okeanga markazlashgan emas. Qozog'istondagi tekshirish va tadqiqotlarimiz Rossiyaliklarning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi va jamoat fikri bilan birdek. Demakchi bo'lganim, Qozog'istondagi ruslar bilan Rossiyadagi ruslarning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi va jamoat fikrida parallellik bor. Ya'ni Xitoy haqidagi ko'z qarashi ijobiy. Lekin Qozog'istondagi ko'plagan qozoqlarning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi va jamoat fikri salbiy. Bizda Qozog'istonning har qaysi rayonlarining Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi va jamoat fikri haqida faktlar va uchurlar bor. Qozog'istonning shimoliy va sharqidagi har qaysi rayonlarning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi va jamoat fikri Qozog'istondagi boshqa rayonlarga nisbatan ijobiy. Chunki u rayonlarda qozoqlarga qaraganda ruslar ko'p o'tiraqlashgan va Qozog'istonning boshqa rayonlariga qaraganda bu rayonlarga ruslar ko'p o'tiraqlashgan. Lekin umumyuzlik qilib aytganda Xitoyga bo'lgan jamoat fikri salbiy. Bu umumyuzlanish bo'lib keldi. In both cases, again, we see the majority ethnicity being more negative about China. So this has been the trend overall. In Uzbekistan, this is less relevant. Dokladda madaniyat va diniy omillar, bo'libmi Shinjongdagi kishilik huquq dafsandichiligi, Uyg'ur va boshqa musulmonlarga bo'lgan muomala kishilarning Xitoy haqidagi tunishini va jamoat fikrini shakllantirishga ta'sir ko'rsatgan deyilgan. Bu to'g'ri qisqacha tushuncha bersangiz. In one of our cases, I think it's very interesting to note that while, and this is, for example, in fall 2021 in Kazakhstan, we see that while around 60% of respondents... Tekshirish va tadqiq qilish jarayonida diqqat qilish qarziydigan muhim bir nuqta bor. 2021 yil Qozog'istondagi tekshirishda ziyorat qatnashuvchilardan 60% kishi Xitoyning Shinjongdagi musulmonlarga bo'lgan muomalasidan andish qilganligini, faqat 48% atrofidagi kishi Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan muomalasidan andish qilganligini egiladi. Yana ularning lagerlar va kasbiy tarbiyalash maktablari to'g'risidagi eng yangi dokladlarga ko'ngil bo'lganligini, shundaqla rayonda yo'l qo'yilgan texnik og'ir bexatarlik tadbirlaridan andish qilganligini egiladi. Ya'ni ularning Xitoy haqidagi jamoat fikrining shakllanishiga ta'sir qilgan muhim omillar ekanligini bayqadik. Biz Qozog'iston va Qirg'izistonda Shinjong bilan munosabatli nurg'un namoyishlarni ko'ramiz. Ammo ularning ko'pinchisi Shinjongdagi qozoq va qirg'izlar uchrayotgan muomalaga munosabatli. Bu bek muhim. Chunki biz O'rta Osiyodagi ba'zi davlatlarda Shinjong bilan munosabatli namoyishlarni ko'rmaymiz. Masalan, O'zbekiston buningga bir misol. Bu Shinjongda o'zbeklarning ko'p bo'lmasligi sababidan bo'lishi mumkin.
Kişilerde Müslümanlar dünyası Uygurlarını qollab, Şinjan'daki kişilik hukuk dəfsəndisiliğe köngül bölüşü, hem de Xitayning rayondagi harakati va bostirishga qarshi kurash qilish kerak deydigan tushunchalar bor. Lekin biz ulus va millatning bek muhimligini unutmasligimiz kerak. Shunga bu jihatda bizning tadqiqotimiz bek muhim. Biz bu dokladimizda bu jihatda ba'zi nuqtalarni tahlil qildik. Bizning tekshirish va tadqiq qilish asosida o'tirib qo'ygan dokladimiz O'rta Osiyoning Xitoy haqidagi murakkab jamoat fikrini tushunishimizga yordam qiladi. Bu doklad O'rta Osiyoning Xitoy haqidagi jamoat fikrining murakkabligini ko'rsatsimi, shuning bilan bir vaqtda ko'p sonli kishilarning Xinjiangda yuz berayotgan ishlardan andish qilganligini, Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga tutgan muomalasining mohiyatda O'rta Osiyoda Xitoy haqidagi jamoat fikrining shakllanishidagi bir muhim omil ekanligini ko'ramiz. Bu hol o'z navbatida Xinjiangdagi vaziyat texim yomonlashganda, uning Xitoy O'rta Osiyo munosabatining nacharlashda salbiy rol o'ynaydigan yoshirin omil ekanligini ko'rsatib berdi. And it has more and more the potential to become a negative push towards China-Central Asia relations in case the situation in Xinjiang would worsen even more. Rahmat sizga. Thank you very much. Qadrlik radio anglag'uchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi. Anlayotganingiz Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Osiyo radiosi. Amerikaning yangidan saylangan prezidenti Donald Trump Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchiligiga sobiq Kengash palata a'zosi David Perdoni ko'rsatgan. Trump bu navbatlik yangi kabinetga tanlagan siyosatchilarning ko'pinchisining Xitoyga qattiq qo'lliq siyosat yurgizishni tashabbus qiluvchilardan bo'lishi Amerika Xitoy munosabatining nayti jiddiy bosqichga kirdiganligidan derak berdi deb qaralmoqda. Tanda muxbirimiz Nurimanning bu vaqtda ishlagan tafsiliy xabari diqqatingizda bo'ladi. 2025 yılı 1. ayının 20. günü resmi vazife tapşırı oladigan Amerikanın yeni saylangan prezidenti Donald Trump özünün yeni növbetlik kabinetini teşkilleşini davam kılmakta. O 5. dekabr özünün ictimai aloqa torida Amerikanın Xitoyda turishliq bosh elchiligiga sobiq Kengash palata a'zosi va Fortune 500 şirketining bosh ijroiya amaldori David Perdoni tanlaganligini e'lon qilgan. Trump o'tgan hafta payshanba kuni o'zining ijtimoiy aloqa torida David Perdoni Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchiligiga tanlaganligini e'lon qilib mundaq deb yozgan. Perdo mening rayon tinchligini qo'g'dash strategiyamni yo'lga qo'yishda ham shundaqla Xitoy rahbarlari bilan unumli xizmat munosabati o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Payshanba kuni Perdo o'zining X hisobida Trumpning yozmasini ham baharlagan. Shundaqla Trumpning dunyoni qaytadan bexatar qilish strategiyasini qo'llaydiganligini bildirib mundaq deb yozgan. Prezident Trumpning meni Amerikaning Xitoydagi bosh elchiligiga ko'rsatganligini haqiqatan sharaf bilan qabul qilaman. Vazifa bilan 2 qatim Osiyoda yashaganligim uchun men bu mas'uliyatning og'irligini tushunaman. Hamda Prezident Trumpning dunyoni qaytadan bexatar qilish va Amerikaning Xitoydagi manfaatiga vakillik qilish strategiyasini yo'l qo'yishini kutyapman. NBC xabarlar torining bildirishicha, Donald Trump bu qarorini jakarlaganda David Perdoning 40 yillik xalqaro savdo hayotini boshdan kechirgan va Amerika Kengash palatasida xizmat qilgan biri bo'lish sifati bilan qimmatli tajribalari orqali Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarini qurishiga yordam berganligini bildirgan. Xabarda deyilishicha, David Perdo Xitoy, Singapur, Hong Kong va boshqa Osiyo davlatlarida ko'p yil ishlagan ekan. Donald Trump har qaysi axborot kanallariga so'z qilganda vazifani rasmiy o'tkazib olgandan keyin Xitoy mollariga 60% yoki uningdan yuqori tamojna beji qo'ydiganligini aytib kelmoqda. Siyosat axborot agentligi bu vaqt yozgan xabarda Washingtondagi nurg'un kishilar Trumpning bosh elchini tanlashiga qarab, uning bu tahdidga qanchalik astoydil muomala qiladiganligini kuzatmoqda deb yozgan. Washington pochtasi gazeti 10 dekabr Xitoy Trumpning savdo urushiga taqobil turish uchun o'zining o'yinini oshkorladi nomli maxsus xabar e'lon qilgan. Mazkur xabarda Donald Trump texi Oqsaroyga qaytib kelmagan, uning Xitoy mahsulotlariga qo'ymoqchi bo'lgan tahdid xarakterlik tamojna beji texi bekitilmagan bo'lsa-mu, Beijing allaqachon keyingi hukumat bilan aloqa qilish uchun o'zining o'yinini oshkorladi. U o'yin tajovuzchilik bilan o'ch ilishni o'z ichiga oladi deyilgan. Siyosat axborot agentligining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, o'tgan seshanba kuni, ya'ni Trump Perdoni bosh elchiligiga ko'rsatganligini e'lon qilishdan burun Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi mundaq degan: Amerika-Xitoy munosabatining kelgusi yo'nalishi Washingtonning tanlashiga bog'liq. Washington pochtasi gazetining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping 10 dekabr kuni Beijingda iqtisodga mas'ul xalqaro rahbarlar bilan ko'rishgan. Xitoy davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Xi Jinping mundaq degan:
tamojna beji urushi, savdo urushi va texnik urushi tarixiy yuzlanish va iqtisodiy prinsiplarga zid. Bu xil urushda hech kim utalmaydi. Amerikadagi Kore analitik tadqiqot markazi qurg'uvchisi, Amerika Xitoy munosabati analizchisi Andres Kore apandi bu vaqtda radiomizga so'z qilib mundaq dedi. Perdue is a great choice for ambassador to China. He's a fighter. He's from Georgia. Erdo'ning Amerikaning Xitoy turishliq bosh elchiligiga tanlanishi nihoyat yaxshi tanlash deb qarayman. U bir jangchi, Georgia shtatidan kelgan. U Xitoy Kommunistik partiyasining Amerikaning demokratiyasiga buzg'unchilik qilayotganligini biladi. Xitoy demokratiyaning dushmani. Perdo buni tushundi. Perdo saylangan prezident Trumpning eng yangi tanlashi. Rubio va Valesdan keyin Trumpning Perdoni bu xizmatga tanlashi bu hukumatning Xitoy Kommunistik partiyasiga qarshi intayin qattiq pozitsiyada bo'lganligini haqiqiy ko'rsatib berdi. That really shows that the incoming administration is going to have a very, very tough attitude against the Chinese Communist Party. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi, Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas xonim bu vaqtda radiomizning ziyoratini qabul qildi. U so'zida Donald Trumpning Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchiligiga Perdoni tanlashining nihoyatda to'g'ri tanlash bo'lganligini ta'kidladi. Yangi saylangan prezident Donald Trumpningki Georgianing Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan senatori David Perdue'ni Amerikaning navbatdagi Xitoyda turishliq elchixonasidagi bosh elchisi qilib tayinlashni planlab bu ismni tanishtirganligi David Perdue'ningki Xitoy davlatiga qarata muomalalarga qaraganda bu bir muvofiq tanlashdak qiladi. Biroq yanilami biz bu David Perdue'ga borgandan keyin uning siyosatlari qanday bo'ldi, bunga diqqat qilishimiz kerak. Nimali bo'lishidan qat'iy nazar Trump hukumatining bu qitim muhim o'rinlarga tanlayotgan, muhim o'rinlarga qo'yayotgan kabinet a'zolarininki ko'pinchisi Xitoyni Amerikaga qarata tahdid deb qaraydigan va Xitoy davlatining Amerikani uzun yildan beri yolg'onchilik, har xil aldash siyosatlari bilan o'ynab kelayotganliklarini tushunib yetgan siyosiyonlar, masalan shu o'tgan yilgi Amerika bilan Xitoy davlati o'tirsidagi savdo munosabatiga qarasak 2023-yilda Amerikaninki Xitoydan import qilgan tovarlar miqdori 420 milliard dollardan ortiq bo'lgan hamda Amerikaning Xitoy davlatiga eksport qilgan tovarlar qiymati bo'lsa 150 milliard dollarga yetmagan. Hamda mushundaq munosabatlarda David Perdue'dek mundaq bir siyosiyonning Amerikani tamsil qilishi nihoyatda yaxshi bir to'g'ri tanlash deb qarayman. Reuters agentligining oldingi oyda bu vaqtda bergan xabarda aytilishicha, Marco Rubioning Amerika tashqi ishlar ministri, Mike Waltzning davlat xavfsizlik maslahatchisi, John Ratcliffe'ning Markaziy axborot idorasining boshliqligiga tayinlanishi Xitoyni qattiq beram qilgan. Roshan Abbas xonim Donald Trumpning yangi hukumatiga tanlayotgan kishilarning hammasining degudek Xitoyni yaxshi tushunadigan, Uyg'ur masalasini yaxshi biladigan siyosiylar ekanligini eskartib, Uyg'ur masalasining Amerika-Xitoy munosabatida muhim rol o'ynaydiganligini o'tirg'a qo'ydi. Hammamizga ayon bo'lgandek, Uyg'urlarning beshiga 21-asrda kelayotgan bu ig'ir fojianinki irqiy qirg'inchilik ekanligini birinchi qatim o'tirg'a qo'ygan davlat shu Amerika hukumatiniki Trump davrida bo'ldi. Shuning bilan tang anandan keyin boshqa davlatlar, Kanada, Angliya va Yevropadagi birmuncha davlatlar irqiy qirg'inchilik deb qaror chiqargan. Bu qatimqi muhim Trump hukumatining kabinetlariga tanlanayotgan kishilarning masalan davlat ishlarininki bosh ministri bo'lib tanlangan senator Rubio bo'lsa, Uyg'urlar to'g'risida chiqarilgan ikki qonun loyihasining ikkilsiniki o'tib qonun bo'lishida nihoyatda muhim rol o'ynagan, ya'ni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini bo'lsa, senator Rubio o'zi tunishtirgan, o'zi bir qo'lliq o'tkazib qonun bo'lishiga kuch chiqargan va bugungi kunda agar Tashqi ishlar ministerligininki bosh ministri bo'lsa, shu qonunning amaliyalashiga o'zi mas'ul bo'ladi. Anandikin Senator Rubio bo'lsa, Xitoy tarafdan jazo qo'yilgan birinchi qatimliq Amerikaning tashqi ishlar ministri bo'ladi. Hozirgi Trump hukumatining o'tirib qo'yilayotgan mayli Amerika fondi bosh kotibi bo'lgan Bassett apandim bo'lsin, mayli Oqsaroyninki hukumat ishlari konsulninki Trumpga bosh maslahatchi bo'lib tanlangan Mike Waltz apandim bo'lsin, hammasi Uyg'urlarning beshiga kelayotgan irqiy qirg'inchilikni, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini yaxshi tunib yetadigan va Xitoyning insoniyatga qarshi tahdid ekanligini, demokratiyaga qarshi tahdid ekanligini va Amerikaning kelgusiga G'arbning
qimmat qarashlarga qarshi tahdid ekanligini yaxshi tushunadigan kishilar tanlanıvatıdı. Şunun üçün Uyghur meselesinin aldınqı orunda turib, Amerikanın Xitay siyasetiga eng güçlük bir ta'sir ko'rsatganligiga ishonaman. Amerikaning navbatdagi Beyjingda turishliq bosh elchisi Nicholas Burns Donald Trump David Perdoni Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchiligiga tanlaganligini e'lon qilgan kuni o'zining X hisobida yozma e'lon qilib, Perdoga bu muhim o'rinda zo'r utuqlarni qozonishini tilagan. Sobiq Kengash palata a'zosi David Perdoning Xitoyda turishliq bosh elchi qilib ko'rsatilishi Amerika Davlat Majlisi tarafidan tasdiqlangandan keyin andin rasmiylashdi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Nuriman tayyorladi. O'rta Osiyo tadqiqot markazi va Uyg'ur akademiyasining hamkorligida 9 dekabr Amerikaning Indiana universitetida Uyg'ur haftaligi faoliyati o'tkazilishga boshlagan. Muxbirimizning egallishicha 9 dekabrdan 12 dekabrgacha davom qiladigan bu faoliyat Uyg'ur tili tadqiqotchilari ham o'quvchilarga Uyg'ur tarixi va madaniyatini texmo cho'nqur tanitish, shundaqla Uyg'urlarning ig'ir vaziyatiga jamoatchilikning diqqatini tortishni maqsad qilgan ekan. Tanda muxbirimiz Gulchehra bu haqda tafsiliy xabar berdi. Amerikada Uyg'ur tili darsligi ta'sis qilingan va Uyg'urlar to'g'risida tadqiqotlar davom qilayotgan bir qancha universitetlar bor. Shulardan biri Amerika Indiana Universiteti. Indiana Universiteti Amerikada Uyg'ur tili va madaniyati tadqiqotidagi bir qism dongliq mutaxassislarning yig'ilgan makoni hisoblanadi. Mazkur universitetning markaziy Yevro Osiyo tadqiqot fakultetida qarorlik holda 3 darajadagi Uyg'ur tili o'qitishi davom qilmoqda. Amerikaning Indiana Universitetida boshlangan Uyg'ur haftaligi faoliyatlarining muqaddimasi 9 dekabr dushanba Harvard Universitetining o'qituvchisi Gulnar Izizning Uyg'ur tilini qo'g'dash hozirgi jiddiy taxirsizlik leksiyasi bilan boshlandi. So why should we protect the Uyghur language? The Uyghur language is a key part of the Uyghur people's identity and history. 12 dekabrgacha bir hafta davom qildigan Uyg'ur haftaligining tunji kunida Gulnar Iziz xonimning Uyg'ur tili va madaniyati to'g'risidagi leksiyasidan boshqa yana Amerikadagi Uyg'ur fotograf Ablikim Ahmad apandining kamera ko'zidagi ona vatanim foto surat ko'rgazmasi va munosabatlik muhokamalar o'rinlashtirilgan. Faoliyat riyosatchisi mazkur universitet qaramog'idagi O'rta Osiyo tillari markazining mudiri Uyg'ur tili o'qituvchisi Gulnisa Nazarova xonim ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'ur haftaligi faoliyatini Indiana Universitetining professori Gardner Boyington apandim bilan birlikda o'rinlashtirganligi haqida qisqacha ma'lumot berdi. Faoliyatning 9 dekabr kuniga o'rinlashtirilishi haqida so'z bo'lganda, bu kun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi xotir kuni bo'lganligi uchun ahamiyati texmi zo'r bo'ladi deb o'yladik dedi. Bu yerda biz Uyg'ur tilini o'qitamiz, o'sha Uyg'ur diyorini bolalarga tanıştırsak, ballam köse de biz böyle faaliyet kılmak, Uyghur hepsinde bir neçe faaliyetini şu birleştirip ötközmekçi olduk. Şuna bu üniversitedeki merkezler, institutlar bizim kolladı. Hem de nemişka biz muş günü doğruladık desiniz. 9 dekabr günü bu irqiy qirg'inchilik kuni ekan. Shunga biz buni shu kunga to'g'rilabning ahamiyati nihoyatda cho'q. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir vaqtda biz odamlarga buni tanishtirishimiz kerak, bildirishimiz kerak. Ko'proq odamlar bu to'g'riliq bilsin va ko'proq nimada doirada tarqatish. Asasligi Indiana Universiteti professorlar, tadqiqotchilar va o'quvchilar hamda Amerikadagi bir qism Uyg'ur ziyolilari ishtirok qilgan bu faoliyatda tunji bo'lib leksiya bergan Harvard Universitetining Chag'atay tili va Uyg'ur tili o'qituvchisi doktor Gulnar Iziz xonim o'zining universitetlarda Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishga chaqiriq qilib kelayotganligini alayida ta'kidlaydi. Amerikada Uyg'ur tili programmasi bor universitetlardan bir qanchasi bor. Uzun Amerikada Uyg'ur tili o'rganish tarixi xeyli uzun 1960-yillarmi bor edi. Ama yaqinqi vaqtga qarasak 2003-2004 yillari Indiana Universiteti, Kansas Universiteti, Seattle'dagi Washington Universiteti qatorliq universitetlarda izchil Uyg'ur tili programmasi bor edi. Hozirmi davomlashyapti. Biz shu universitetlarda Uyg'ur tili darsi berib qolmay, yana boshqa o'qishmagan universitetlarga berib, shu Uyg'ur tilini madaniyatini saqlab qolish uchun qanday ishlar qila olamiz degan temada keng kushada suhbat elib berish orqali
Universitet o'quvchilarining bu tilni o'rganishi, shu madaniyatni saqlab qolish uchun to'kib qo'yishiga chaqiriq qilyapmiz. Albatta bu nihoyat ahamiyatli ish. Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dab qolish, Uyg'ur kimligini saqlab qolish bizning navbatdagi nihoyat jiddiy diasporadagi butun Uyg'ur xalqi ching tutmasa bo'lmaydigan muhim ishlarning birisi. Tilimiz yo'qolsa, millat yo'qoladi. Shuning uchun bu til bak muhim o'rinda turadi. Shuning uchun bu qatim buni Indiana universiteti, O'rta Osiyo tadqiqot markazi o'rinlashtirgan bu Uyg'ur haftaligi nihoyat yaxshi davomlashyapti. Uning bildirishicha, Indiana universitetida Uyg'ur haftaligining Uyg'ur tilini qo'g'dash hozirgi jiddiy taxirsizlik nomli leksiya orqali boshlanganligimi, Amerika universitetlari shundaqli ilmiy sohaning Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dab qilishning naqadar muhimligiga ahamiyat berayotganligini ko'rsatib beradi. Hamda bu Uyg'ur tiliga bo'lgan qiziqish hozirmi eshiyotidi. Bu Amerikada nihoyat ko'p tadqiqotchilar, yosh o'quvchilar shu rayonda bo'layotgan shu irqiy qirg'inchilik va boshqa 21-asrda mushundaq ish bo'lamdi deb hayron qilayotganlar bunga nihoyat qiziqib o'rganyapti ham bu sohada yetishib chiqish oldi turyapti. Shunga bundan keyin bu Uyg'ur tili o'rganadigan odamlar texmi ko'payishi mumkin. Indiana universitetida boshlangan Uyg'ur haftaligidagi eng yorqin faoliyatlarning biri dangliq fotograf Ablikim Ahmadning yillardan buyon Uyg'urlar vatanining har qaysi joylarida tortib to'plagan, kishini hayron qoldiradigan go'zal va rangdor foto surat asarlari va ularning orqasidagi hikoyalar hisoblanadi. 9-dekabr Indiana universitetidagi Uyg'ur haftaligining faoliyat kun tartibida Ablikim Ahmadning 100 parchadan ortiq foto surat asarlari cho'ng ekranda sizilma ko'rinish shaklida ko'rsatildi. Ablikim Apandi tomoshabinlarning ko'zidagi hayronliklarni ko'rib xursand bo'lgan. Vatanimizningki jo'grafiyalik ahvoli, tarixiy izlari aks ettirilgan foto surat asarlarini ko'pchilikka tunishtirishga taklif qildi. O'tganda Harvard universitetida o'tkazgan ko'rgazmada 40 parcha asar qo'ydik bunga. Banada to'rda ekranda ko'rsatilgan boshqa buning doirasi ham kengaydi. Suratlarning soni ko'proq 100 necha parcha suratni qo'ydim bunga. Vatanimizning shu go'zal dog' daryolari, jo'grafiyalik ahvoli, tarixiy madaniyat izlari, tarixiy meroslarimiz Şöyle Uygurlarning kiyim-kechak, madaniyat, meva-chevalar qatorliq suratlarni tunishtirdi. Bular tafsiliy bu suratlarninki hatto tortilgan shu ijodiyat jarayoni, undan bu suratlarninki badiiy qutuqlari qatorliqlarni tafsiliy tunishtirishga muvaffaq bo'ldim. Keyin ko'rguvchilar bu bizning vatanimizningki bu tabiiy manzarasininki naqadar go'zalligiga hayron qolishdi. Bu vatanimiz haqiqatan jannatning o'ziga shundoq hayojonli so'zlarni aytishdi. Madaniyat orqali o'zimizni namoyon qilsak, tushundirsak, bildirsak, bu pek yaxshi usul deb qarayman. Bu suratlaringizning bu qadar jalbkor va muvaffaqiyatli chiqishidagi oshqis nima? Bu vatan mening kimliklarim to'kilgan joy. Foto surat asarlarim shu vatanga bo'lgan yurgimning cho'ng bir qatlamidan itilib chiqqan cheksiz sevgim muhabbatning mas'uliyati. Shu sevgi muhabbatni cho'nqur his tuyg'ularimni shundoq ifodaladim deb o'ylayman. Vatan haqidagi ijodiyat hayotim oxirlashdi meniki. Shunga yuragim yig'laydi. Men endi nimani o'ylayapman deganda shu foto surat asarlarimni bir kitob nashr qilib taqossam deyman. Bu kitob bo'lib chiqsa bu dunyoning Amerika taqila oladi. Uyg'urlarningki, ana yurtimningki naqadar go'zal bir jannatdagi makonligini tushunib oladi deb o'ylayman. Gülnisa Nazarova xonim yana Uyg'ur haftaligi faoliyatining vujudga chiqishiga yaqindan yordamda bo'lgan va ishtirok qilgan Uyg'urshunos hamda mutaxassislarga bo'libmi Amerika Uyg'ur akademiyasi va Marco Polo restoranining qo'llashiga o'zining minnatdorligini bildirdi. Biz ko'p faoliyatlarni shu Uyg'ur akademiyasi bilan hamkorlashib shu o'tkazyapmiz. Shu Uyg'urlarni beg'ishlash uchun hamda hozir o'sha ikki Uyg'ur akademiyasining a'zosi bu faoliyatga aktiv holda qatnashib leksiya Xudoyim buyursa. Endi Marco Polo kelsak, albatta bu çok faoliyat qilganda, bu odamlarga Uyg'urlarni tanishtirganda, albatta tomoq orqali tanishtirmish uchun faoliyatlar bo'lsa, ular shunda qo'llaydi. Shunga Marco Polo restoran ko'p kuch chiqarib, lazzatli tomoqlarni ta'minlaydi. O'sha atrofdagi Uyg'urlarni o'xshab birisi samsa, birisi manta, o'sha Uyg'ur tomoqlarini akildigan bo'ldi. Shunga ko'pchilikning kuchi bilan bo'lgan faoliyat albatta.
Gülnisa xanımның tonuşturuşça Uyghur haftaligi faaliyatlari Uyg'urlarni bosh tema qilgan holda rangdor va ma'nilik programmalar orqali davom qiladigan bo'lib, oldimizdagi kunlarda yana rassom Joy Bostwickning yo'qolish girdobida Uyg'ur yurtini kezgan So'boyoq sayohati temasidagi So'boyoq rasmlari ko'rgazmasi ommaga ichib etildi ekan. Uyg'ur muzikant va naqshchi Muxtar Janbaz ko'rgazma jarayonida tomoshabinlarga naq maydonda konsert berdi ekan. Shuning bilan birga Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan cho'ng tutquni va qayta tarbiyalash lagerlarining haqiqiy mohiyatini oshkorlaydigan Uyg'urlarga munosabatli hujjatli filmlar ko'rsatiladi ekan. Faoliyatning keyingi kunlari uchun Uyg'urshunos mutaxassislardan doktor Mahbarat Kamal, professor Gardner Bowingdon, doktor Fayzulla Zaydullarning Uyg'urlarning til madaniyati, qimmatli tarixiy meroslari va ularning hozirgi xatarlik vaziyatini tema qilgan leksiyalari hamda boshqa ilmiy dokladlar va faoliyatlar o'rinlashtirilgan ekan. Yigirma ikkinchi navbatlik Doha munbirining 2024 yillik yig'iniga har qaysi davlatlarning tashqi ishlar ministrlari, parlament a'zolari, xalqaro ommaviy tashkilot mas'ullari, mutaxassislar va san'atchilar qatnashgan. Bu qitimliq yig'inga chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakat tashkiloti va Uyg'ur tadqiqot markazining rahbarlari taklif bilan qatnashib, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik vaziyatini anglatgan. Diqqətinizə təvəndə radiomuzun Türkiyədəki ixtiyari müxbiri Erkin Tarımның bu vaxtdakı məlumatıda boğay. Dünya Uyghur Qurultayı 2021 yılı 18 noyabr günü İcraiya Komitetinin kengeytilgan yığınını çağırıp Uyghur davasını insaniyetinin davasıga aylandırış üçün 9 dekabr gününü Uyghur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni qilib bekitib, butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlashga chaqiriq qilgan edi. Bu munosabat bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyati Xitoyga qarshi keng ko'lamlik norozilik namoyishi va har xil shakllardagi xotirlash faoliyati o'tkazdi. Jamiyat mas'ullarining bildirishicha, 7 dekabr kuni Yaponiyadagi Uyg'urlarni qo'llayotgan parlament guruhlari bilan birlikda Tokyoga yaqin Yamato degan shaharda ko'cha tashviqot faoliyati va guvohlik berish yig'ini o'tkazgan. Bulardan sirt xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan 8 dekabr kuni Yaponiyaning Tokyo shahrida birlashma namoyish o'tkazilgan. Yig'in oxirlashgandan keyin naq maydondan ziyoratimizni qabul qilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining idora hey'at a'zosi Dünya Uyghur Qurultayining vakili Savut Mehmet Efendi 7 dekabr kundagi faoliyatlar to'g'risida ma'lumot berib, mundaq dedi. Bir necha faoliyat qildik. Birisi bo'lsa, Yaponiya Uyg'ur jamiyati bizni qo'llayotgan yerlik parlament guruhi bilan birlikda Tokyoga yaqin Yamato degan shaharda ko'cha tashviqot faoliyati va guvohlik berish yig'ini o'tkazdik. Bu faoliyatga Uyg'urlar va bizni yaponlik qo'llovchimiz va yerlik parlament guruhi a'zolari qo'shilib qadam qatnashgan bo'ldi. Faoliyat jarayonida parlament a'zolari va bizning qatnashuvchilarimiz qisqa nutq so'zladi. Uningdan sirt bizning Yaponiya Uyg'ur jamiyati tayyorlagan tashviqot varaqi va lager shohidlarininki hikoyasi aks ettirilgan karton kitoblar tarqatildi. Uning aytishicha, bu faoliyat taxminan 2 soat davomlashgan bo'lib, namoyishchilarning nutqini anglagan varaqchi bilan karton kitobni o'qigan yaponlar namoyishchilar bilan so'zlashib, sizlar cho'qim g'alaba qilasizlar. Biz sizlarning haqqoniy da'voyinglarni qo'llaymiz deyishgan. Uyg'urlarni qo'llash yerlik parlamentning a'zosi, Kanagawa o'lkasi Yamato shahrining parlament a'zosi Nakamura Kazuo apandi ko'cha tashviqot faoliyati jarayonida kishilarga so'z qilib mundaq degan. Yo'lovchilar, sizlar Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligini anglab baqdinglarmi? Men tunji qatim anglaganda 21-asrda mushundaq ishmi yuz beramdi deb o'z quliqimga ishongim kelmadi. Bu hozirma davomlashayotgan kishilik huquq dafsandichiligidir. Hozir Yaponiya Uyg'ur jamiyati bu to'g'riliq tayyorlagan varaqchilarni tarqatyapti.
ko'rib chiqishinglarni umid qilaman. Ko'cha tashviqot faoliyati oxirlashgandan keyin bir zalda guvohlik berish yig'ini o'tkazilgan. Mazkur yig'inda Uyg'ur shoirlarining hayoti aks ettirilgan film ko'rsatilgan. Andin Savut Mehmet Efendi so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarata elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini isbotlar bilan o'ttirg'a qo'ygan. 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan har yili Yaponiyada Xitoyga qarshi faoliyatlar o'tkazilmoqda. Bu yil 8 dekabr kuni Yaponiyadagi Uyg'urlar Yaponiya poytaxti Tokioning eng avat joyida 14 millatning tashkilotlari bilan birlikda birlashma namoyish o'tkazgan. Savut Mehmet Efendi bu haqda ma'lumot berib mundaq dedi. Bu namoyish bo'lsa, burun asosi Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul tashkilotlar qatnashib kelgan namoyishda hozir a'zosi ko'payib, yil 14 tashkilot qatnashgan bo'ldi. Masalan, Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'uldan sirt, yana Myanmar, Kambojiya, Iran, Ukraina, Belarus degandek tashkilotlar qatnashgan bo'ldi. Namoyishninki ochilish marosimida men Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga vakolatdan nutq so'zladim. Men nutqimda 3 yilning oldida Angliyaning Londonda ochilgan London sotininki qarorini tunishtirgan bo'ldim va uningdan keyin hozirgi Uyg'urlarninki fojialik ahvolini tunishtirish bilan birga Uyg'urlar hurlik, erkinlikni qo'lga keltirmagicha bu kurashni to'xtatmaydiganligini so'zladim. Ochilish nutqi oyoqlashgandan keyin namoyish rasmiy boshlandi. Namoyishda Uyg'ur qirg'inchilik to'xtalsin, lagerlar taqalsin degandek shiorlar to'landi. 2021 yılı 12 ayının 9. günü Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasi Xitoy hukumati sodir qilayotgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan kun bo'lib, shuningdan buyon 9 dekabr kuni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini esda tutish, uni unutmaslik va uni to'xtatish uchun har xil faoliyatlar o'tkazilib kelmoqda. Bu programmani Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan Erkin Tarım tayarladı. Чех Cumhuriyetidagi kishilik huquq munbiri va Chexiya Charles Universiteti qonunchilik fakulteti qarmog'idagi asosiy qonun va kishilik huquq markazining birlikda tashkillashi bilan Uyg'ur qirg'inchiligidagi ayollarning azob-uqubatlari temasida yig'in o'tkazilgan. Bu yig'inda Uyg'ur lager shahidlaridan Qalbinur Sidiq va Mehrigul Tursun xonimlar guvohlik berib, Uyg'ur ayollari duch kelgan ig'ir qismatlarni tanishtirgan. Tanda bu vaqtdagi tafsiliy uchurni ixtiyoriy muxbirimiz Habibulla Izchidin anglaysizlar. 9 dekabr Chex Cumhuriyetining poytaxti Praga shahridagi Charles Universiteti qonun fakultetida Uyg'ur qirg'inchiligi mezgilida ayollarning azob-uqubatlari temasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish maqsad qilingan guvohlik berish faoliyati uyushtirildi. Mazkur faoliyatni Chexiyalik kishilik huquq faoliyatchisi, Chex Cumhuriyetidagi kishilik huquq munbirining direktori Evita xonim va Chex Cumhuriyetining qonunchilik universiteti Charles Universiteti qonunchilik fakulteti qarmog'idagi asos qonun va kishilik huquq markazi birlikda tashkillagan. Bu faoliyatda Gollandiyada yashaydigan jazo lageri shohidi Qalbinur Sidiq naq maydondan Amerikadagi Mehrigul Tursun internet orqali guvohlik berib, Xitoyning turma va jazo lagerlaridagi Uyg'urlar duch kelgan qiyin qistoq va fojialarni tunishtirdi. Shu orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini shundoqlab bu qirg'inchilikda Uyg'ur ayollar duch keladigan, ammo til bilan ifodalash qiyin bo'lgan eng fojialik jarayonlar tunishtirildi. Bu munosabat bilan bu faoliyat uchun Gollandiyadan Chex Cumhuriyetiga kelib guvohlik bergan lager shohidi Qalbinur Sidiq xonimni ziyorat qildik. Bu faoliyat haqidagi tafsilotlarni radio anglovchilar bilan o'rtoqlashib o'tdi. Bugun 9 dekabr Dunyo qurultayining tashabbusi va o'rlashtirishida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitgan mush xotir kunda men Chexiyaningki Praga shahrida universitetda munosabat bilan bir faoliyat o'rlashtirib bu yerda guvohlik berdim. Buning asosiy temasimi shu vatanimiz
Uyg'uriston, Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni beshi kelayotgan shu zulmatlar, shu qirg'inchiliklarni anglatish. Eng muhimi Uyg'ur qiz ayollarniki qandoq dafsalchiga uchrayotgan mushuni gavdalik holda anglatish to'g'risida mazmun qilingan bir faoliyat bo'lib, bu universitetniki qonun fakulteti, qonunni bitirilgan fakultetdagi shu o'quvchilarga bo'lgan intervyu bo'ldi. Bugun 9 oktyabrda dushanba kuni soat 6da boshlangan, 8:30da oyoqlashdi. Bu guvohlikdan keyin ular nihoyatda kuchli savollar sordi va savol-javoblar bo'lib, yaxshi munozirlar bo'ldi. Ular nimaga yordam qila olamiz, bizni nima kutisizlar degandek savollarni sordi. Bugungi bu guvohlikqa shu Pragadagi qonun fakultetidagi o'qituvchi hamishadagi dunyo qurultayiniki bizniki yaqin do'stimiz bo'lgan, Uyg'urcha ismi O'tkir bo'lgan bu apandim tarjimonlik qildi shu chexcha. Bu qatimliq guvohlik berish faoliyatining eng o'zgacha mazmunlaridan biri bu qatim guvohchilarga tarjimonlik qilgan tarjimon bo'lib, Uyg'ur tilida ona tildek so'zlaydigan bu kishi Chex Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi doktor Ondrey Kelimis edi. Uyg'urcha o'ziga chiroyli qilib O'tkir degan ismni qo'yib olgan Ondrey Kelimis afandi ziyoratimizga javob berib, bu faoliyatning tashkillanish jarayoni va qandoq elib berilganligi haqidagi tafsilotlarni radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi. Chexiya Pragadagi Charles universitetining qonun fakultetida o'rinlashtirilgan kunlashqa ko'pinchisi o'quvchilar edi. Qonun fakultetining o'quvchilari va falsafa fakultetining o'quvchilari. Bu faoliyatning mazmuni alohida Xitoy Uyg'urlarni erkin qirg'inchilik bo'ladigan usullarga shahid bo'lgan shahidlarning tajribini anglatish va anglash va munozara qilish. Bo'libmi ayollar tarafidan masalan jinsiy parakandichilik orqali zulm qilingan ayollarning tajribini ommaga tushuntiradigan bir faoliyat edi. O'rinlashtiruvchi birisi Iveta Vansakova xonimning Forum for Human Rights, yana birisi Chexiya Charles universitetining qonun fakultetidagi asosiy qonunliq siyosat tadqiq o'rni. Bu yana bu faoliyat orqali erishmoqchi bo'lgan unum va buningdan keyin bu xil faoliyatlarni texnik ko'p tashkillashning muhimligi haqida to'xtalib o'tdi. Qonun fakultetining o'quvchilari va falsafa fakultetining o'quvchilari hammasi yosh mutaxassis bo'lgandan keyin bu faoliyatning ta'siroti bek yaxshi bo'ldi. Chunki u kelgusidagi qonunshunos, advokat bu Uyg'urlarning vaziyatini, Uyg'urlarning ayollarining vaziyatini tushuntirib, ular tushunsa, meningcha u bek yaxshi. Chunki u kelgusida hukumat uchun ishlaydigan advokatlar bo'ladi. Masalan, tashqi ishlar ministerlik, ichki ishlar ministerlik advokatlar, qonunshunoslar bo'ladi shu kelganlar. Shunga yosh mutaxassislar ahvolni bilib olsa, meningcha bek yaxshi. Yana bir tarafdan umumiy holda ammo bilan asosan shahid, aktivist, jurnalist, ilmiy tadqiqotchi ko'proq suhbat qilsa, ba'zi temalarni tushuntirib bersa, bek yaxshi. Chunki kelgan odamlarning masalan Xitoyga oid o'z qarashini o'zgartirishi mumkin. Umumiy jamiyat nima o'ylayotganlarni biz saylan vaqtida bilamiz. Shunga masalan o'tgan qatimdagi saylamda saylangan partiyalar hammasi Xitoyga asosan bek amrak emas. Xitoyning partiyaning siyosati bek amrak emas. Shunga buning sabablarining biri Xitoyning masalasini shu tadqiqotchi, advokat, aktivistlar, shahidlar tushuntirib berdi, bir natijasi deyishga bo'ladi. Faoliyat tashkillovchi va riyosatchi Evita xonim bu faoliyatning temasi va asosliq maqsadi haqida to'xtalib o'tdi. Uning aytishicha, bu qatim Xitoy hukumatining Uyg'ur ayollarga yurgizayotgan ziyonkashligi va qiz cho'konlarning irqiy qirg'inchilik jarayonidagi kechirmishlarini tonishtirish asos qilingan bo'lib, bu vaqtdagi ko'z qarashni anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. This was an awareness-raising event among young people, students, titled "Women's Suffering During Uyghur Genocide," focusing on the experiences of Uyghur women during the ongoing persecution
and genocide of the Uyghur people in Xinjiang, Bu China. faaliyette Uyghur ayollar duch kelgan vahşilikler, yani sistemli xorlash, mecburi tug'mas qilib etish, jismoniy qiynoq va kishilik huquqqa daxli taruz qilish qilmishlari qonun fakulteti o'quvchilari va tadqiqotchilarga tunishtirildi. Buningdagi maqsad bu qirg'inchilikdan omon qolg'uvchilarning ovozini yangritish, shuningdek Uyg'ur qirg'inchiligining bo'libmi uning ayollarga ko'rsatgan ta'sirini texmi cho'nqur tushunish va uni insonlarga bildirish. Dunyo vaziyatidagi jiddiy o'zgarishlar tufaylidan Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi muhokamalar tadrijiy kishilarning esidan ko'tarilishga boshlaganda, Yevropa oliy maktablarida bu xildagi guvohlik yig'inlarining o'tkazilishi bu jihatdagi ommaviy tunishni o'stirishda muayyan ijobiy rol o'ynaydi deb qaralmoqda.